Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana Yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Sabiha kuldi. Harbiy maktabda shirdak yurkirishib yurgan, chambashchilik, qarg'a etish va ot usti mahoratida yetilgan askarlarning munu sirliq taqqa kelib, shirdan chashqanga aylanib qolganini qaramamdigan. Yo'q. Bular banditlarni tozlay olmagadek. Sirliq taq, sirliq tabiat nuriylarga yordam qilib etibdi. Xudoyim qachon askarlar kelsa, shu kuni yomg'irlaringni to'kib etdi. Ular yavdaq atlarini o'kirang tashlatib, chiliq-chiliq suvga melinib, g'alaldab titrishib, suvning u qetidagi qaptalgan. Cho'ng qarg'ayning ostiga kelib edi. Qarg'ay osti quruq edi. Sabiha qarg'ay daldisda kiyimlarini selib siqmoqda. Nikolka chatqal orasida mashinani kuzatmoqda. Atlar g'amida yo'q o't yemoqda. G'ol birdilla jimg'an. Janubda büyük qarg'ayliq. Seri qo'l ishida asan-usan ko'rinmoqda edi. Rus yigit yalang'och qizga qaradi. Qiz kiyimlarini oldirib kiymoqda. Nikolka qizning beliga bir narsa tanganligini ko'rib qoldi. U kichikgina tapancha edi. Nikolkaning teni jo'g' qilib qoldi. Qizmi Rus yigitning quroliga ko'z solganligini ko'rib qoldi. Jasus dedi yigit ishchida. Nima to'la jasus to'la? Sovet ittifoqidami, bu yerdami shu? Boya o'lgan askarni mush qiz otdimi? Chaqmoq chaqdi. U yiqildi. Undaqda bu qiz kimning jasusi? Ular qalin o'rmon ichida ehtiyot bilan mengib yayloqqa ko'tarildi. Ular bir qozoq uyining oldiga kelib, "Xudoy qo'noq!" devidi qala seg'iyotgan kelinchak parvosizlar. "Kelinglar!" dedi. Ular osh g'alaldab titrashmoqda edi. Kigiz uyga kirgandan keyin uy egasi chang'aroqni qayirib atdi. Dasturxon selib ko'mbining qo'ydi. Ondan samovardan piyolaga choy qo'yib, uningga yog'och qo'shiq bilan ham qaymoq qo'shib mehmonlarga sundi. Sabiha: "Chisha, choyingiz o'ta totli ekan", devidi qozoq ayol kulib qo'yib. "Qozoq shodi biladi ekansan, o'ris turib qaydan o'yrangansan?" deb so'radi Sabiha kulib. "Men o'ris emas, Uyg'ur", dedi. "Nurida aytin bir sarchi yigit bor. O da o'rismaken desam Uyg'urmen deydi. O'ybay, Uyg'urlaring o'ris bo'lib ketdimi? Yo'q, qarangiz, mana o'ris Uyg'ur bo'lib ketdi." "Men Uyg'ur", deb kuldi Nikolka. Sabiha Nuri degan ismni qozoq ayolning og'zidan anglab, darhol "Nuri degan yigit bunda kelami?" deb so'radi. "Kazir kelmaydi qo'y. Ular qaytib ketdi. Tavda ulardi. O'stavga kelgan askarlar bor." "O'stayalar bor?" "Yo'q, ular qayda jur. Askari qayda jur." Sabiha choy bilan isib, kigiz uydan chiqib büyük qarg'ayliq cho'qlarga qaradi. Go'yo bu büyük qarg'ayliq cho'qlar bir-biri bilan bo'y talashmoqda. Go'zallik talashmoqda. Kashki shapaq tog' qaptallarida sayli qilib yurgan oppoq bulutlarga hal bergan. Qarg'aylar yomg'irda yo'yinib, texini go'zallashgan. Seriq, qizil, ko'k, sivas rang tog' gullari qaytadan bosh ko'tarib, odamlarga kulishib qarishib, kashki tog' shamolida ritmliq tavranmoqda. Go'zallik yana taqqa ko'shgan. Kishining bundoq yerlarda bir umr yashag'isi keladi. Urumchining tor vahimalik ko'chalari, hukumatning surlik idoralari, ballarni rimon bilan ching bog'lab, qurollarni ko'z-ko'z qilib mangdigan askarlar, ofitserlarning so'g'uq, yerginishlik chiroylari, amaldorlarning
yarashmasa moda qo'g'lishib, kostyum burulki kiyib, galastuk taqab, chochlarini maylishib, sunniy hijib, bir-birini maqtishib, yolg'ondan qoqoqlab kulishlaring. Amaldorlarning xaynimlarining lavlaridagi girimlar, satlikini zodili yo'shira olmagan esil zibu zinnatlarini bir-biriga ko'z-ko'z qilishlaring. İnsanlar güzel deb paydo qilib olgan hamma yolg'on narsalar Sabixaning xiyol ekranidan birma-bir o'tdi-da, uning ko'z oldidagi tabiat go'zalligining sirliq sehriy kuchi bilan nihoyatda tezda to'zonga aylandi. Güzel tabiat uningga go'zal hayot tasavvuri ato qilganda, u yana ixtiyorsizla Nuri nima qilyotadigan? Uni tabiat go'zalligidan huzurlanib, she'riy hissiyat bilan hayajonlanayotamdikin deb o'z-o'ziga so'radi. Qaptaldan 4 otliq chiqib keldi. Ular yaqin kelib, Nikolkan tonib varqirashdi. Nikolka, yaxshimisan? Ular kelibla Sabixaga qarabma qo'ymay, Nikolkaga mashina o't qo'yib atdiq, ko'ydi, partidi. Askarlar taq chiqib osmonni yordar qildi. Mangpay o'q atdi. Bir chivinnimi o'lmadi, dedi. Cherik atido tashqa, Sadir atido boshqa. 2 mashina ko'yib ketdi, 3 mashina qochdi. Biz partizanlar keldik, qo'ysoy. Bugun xotirjam uxlaydi. G'ol eg'izda bizning odamlar bor. Qo'rqma, Yobingdi. Bizdan qo'rqmasimi? Patqoqdan qo'rqadi. 2 qozoq, 2 Uyg'ur yigit dumbillardan ov miltiqlarini elishib, chaqchaq bilan kigiz uyga kirib ketdi. Sabixa kaynidan kirib, "Salom partizan yigitlar", dedi. Yigitlar chiroyli qizga qarashib, xuddi hozirla o'zini otadigandek havsi bilan yaqinchilik qilishdi. "Sanglimiz ajab botirkina, taqqa o'rs bilan chiqqanni. Biz bilan birga partizanlik qila olamsiz. Neliq taqdiri bizni qo'g'daydi, qo'rqmang qizchaq." Sabixa bu Nuri bilan dematlik sho'x qaysar yigitlardan zuxlandi. Ulardan Nurini so'ramoqchi bo'ldi-yu, ko'ngli g'ash bo'ladigan xabar anglashdan qo'rqdi. Chunki Nikolkaning ular so'yishdi degan gapi uning quloq tubidan zodili neri ketmayotdi. "Sizlarning o'xshaydigan bir qizni ko'rdinglarmi?" "Yo'q, tog'da qozoq qizlaridan boshqa qizlar yo'q." Fatih akaning eynisi Hamidlar bilan chiqqan yoshlar nerda? Ular nerdikin? Ha, eliqi yordamga kelganlarmi? Ular G'o'leg'izda, Chodirtol, Tangboli taraflarda. Hammali yerda bor, biz chechirib ketdik singlim. Qorong'i tushdi. Tog' so'qi boshlandi. Sabixa arlarning orasida yetish kerakmi? Nikolka Harvestdan xabar olg'ili bir qozoq yigit bilan soyga tushib ketdi. Sabixaga u nima uchundir so'g'uq muomala qiladigan bo'lib oldi. Sabixa qozoq ayolning yeniga berib oldi. Qozoq ayol qozonga go'sht solmoqda edi. Sabixa birdan o'tin kasladi. Birdan bir mo'zay bilan aytishdi. Uning asxiyoli Nurida edi. Taqqa shuni deb chiqqan. U hozir bexatar ekan. Askarlar bekorla nurg'un ziyon tortib qaytibdi. Ular yolg'on so'zlab, Urumchidagi boshliqlarini oldishi mumkin. Lekin Nikolka Sabixadan gumonlangan bo'lsa, bu o'rus gumonni boshqalarga desa, Sabixaning ishi chatoq. U qaytib ketolmay yoki Nuri bilan singlisi ko'rolmay bekorga jafo tortadi. Uni ozdab undan gumonlansa, Nikolkaga rost gapni deysiz-chi? Yo'q. U ishongidek yaqin emas-da. Gap yasab baxsizchi. Qandaq? Bir-ikki oy to'qilg'oli bo'la. U seg'inish, andisha va ansizchilik ichida qorong'uni kutib oldi. Kigiz uydan go'sht yeb, hamma odam uningga gumon bilan so'g'uq muomala qilayotganini u sezib qoldi. Uningga hech kim gap qilmaydi. Hammasilar nafrat bilan so'g'uq muomala qilmoqda edi. Oxiri qorong'udan yoshlar sirtda o'tirishib, Sabixani so'rab qoldi. "Sen Urumchida askarlar bilan kelgan-ku, ha?" dedi Uyg'ur yigit qizni sallab. "Eyda, vazifang nima?" "Men opamni deb Nilqiga kelgan,
singlim deb keldim. Vazifam yo'q. Tapanchang nereden kelgan? Tapancham yo'q. Bu degan g'irim qachisi. Yolg'on, men ko'rdim. dedi rus yigit. Rost gap qil, bo'lmasa. 5 tane yigit uni noqushlab varqirishib, rost gap qilishga qistimaqda. Qiz nima qilarini bilmay qorong'uda shumshib o'tirib olib, tapanchisini ko'krigiga to'g'rilab noli qildi. Xudoyim, nimaga yaratding? Xo'rliqlimi? Nagili barsam xo'rliq, deshnam azob. Menchilik qizlar o'qimoqda, o'ynamoqda, ota-onasiga erkilamoqda. Men nimaga talmursam, shuning xo'rliqini tortaman. Meni himoya qiladigan birmi odam yo'q. Xo'rlaydiganlar shuncha ko'p. Hamma odam rost gap qil deydi. Rost gap nada? Mening bichara yuragim yolg'on narsalar bilan to'lg'in tursa, rost gapni nadan topaman? U tapanchasining uchini yuragiga to'g'riladi. Titrab turgan barmoqlar bilan tepkisini silkidi. Birla bassa u dunyoning azoblari tugaydi. U istiqbol, go'zal hayot, g'oya arzu degan nimalarning yolg'on, aldamchilik ekanligini, bu dunyoda panohsiz yetimlarga u narsalar yot ekanligini, hatto Sabihadek na vatani, na otasi, na muhabbat yo'lanchiga bo'lmagan bechoralarga birini o'lim yo'lidan boshqa yo'lning yo'qligini u bugun to'limi chunqur his qildi. U dunyoga xato yorilib qolgan. Shuna begunoh xo'rlanmoqda. Hamma odam o'q, tayoq tanglaydigan bo'ri qanjug'iga aylanib qolgan bu qiz, agar rost gap qilishga to'g'ri kelsa, pok, gunohsiz yashashni orzu qiladigan bir qiz desa bo'ladi. Uning hech kimga pinni qasriqchilik ziyon selish niyati yo'q. U orzuga, muhabbat tashnoligiga boy bir qalb bilan dunyodagi eng go'zal narsalarni himoya qilish uchun kurash qilmoqda. Mana bu rost gap. Lekin bunday gapni kimga deydi, kim ishonadi? Muni qo'lida modadan qolgan miltiqlari bor talvi yigitlar nimalarni orzu qiladi? Balki o'zlari bilmas. Bu dunyo ular uchun balki bir o'yin maydoni. Ular anglagan, o'ylaganlariga ishonib, bizning tutgan yo'limiz eng to'g'ri. Biz zolim hukumatga qarshi qo'zg'an fidoilar. Biz o'lsak shahid, qolsak g'ozi. Shuna hech nimadan qo'rqmaymiz deb o'ylasha. Ular shuni turgin. Shuna bir bechara qizga kuch ko'rsatalaydi. Yigitlar varqirmoqda. Qiz bo'lsa, tugunib o'tirib olib buqildab yig'lamoqda. Uning yurak bag'ri tog' yomg'irdak mo'l, zarbirik ko'z yoshlari bilan erimoqda. Vujudi qattiq bo'ronda qolgan yolg'iz bir tub cho'l yulg'unidek yerga bosh urib silkinmoqda. Yigitlardan biri birdalla Bo'ldi, baqirmaydi. Biz odam qiynaydigan shingsaynoq soqchilar bo'lmasa, boshliqlarimizga topshirib berayli, dedi. Bog'layli hamsa, bo'lmasa bu qochib ketadi. Yo'q, men uni boqaman, qochmaydi. dedi bayotin ularning gapini anglab nerida o'ltirgan qozoq ayol ularning yeniga kelib. Sizlarning narilar yigit? 5 yigit bir qizni bo'zaq qilyapsizlar. Hoy, nomusi bilmaydigan chil bo'rilar. Qozoq ayol Sabihani yo'lab turg'izdi. Yur qizim, bularning cho'ng'iga rost gap qil. U g'araz qilgan yaxshi odam. Kim u? Akbar Batur. Anglayotganinglar beli qutoridan angiltilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Uning har bir so'z hukm, o'ylig'ini qonun, degini degan qilg'ini qilgan. Yuzlagan, minglagan odamlar uning buyrug'ini kutmoqda. Buyruqning ijrosi yuzlagan, minglagan odamlarning taqdirini o'zgartirib yetadi. Ya yo'qoladi, ya farog'at topadi. Shundaq. U mush zaminning butun Jungu tuproqining oltidan bir qismini egallaydigan Xinjiangning podshohi, eng zo'r huquqdori. Sharq shimolining Kaiyuan degan yeridagi bir zamindorning o'g'li. Guangzhou Yaponiyalarda o'qib, Jiangzolin
Jiang Jiexilardan yaxshilik topolmay Xinjiangga kelib, qaramliq, yeli-nayrang va zo'rliq, vahshiylik bilan bu o'ringa erishgan. Shinsay mana hozir 45 yoshlik podshoh. Uning yirik buriti, tik, quyuq qoshlari ostidagi bo'rtib chiqqan yo'g'on ko'zlari mengsidek to'xtamay ishlab turadi. Uning ko'zlarining nima deganini faqat uning maxfiy ishlarini bajondan bejiradigan odamlardan Li Yingqi, Liu Bingdingga o'xshash bir qanchasini tushuna oladi. Mana u kang gilamsilingan do'ban ishxonasida uzun kangri ustalning o'ttirsa qo'yilgan yo'lanchuklik yumshoq o'rindiqda harbiylarga xos qiyofatda tik o'tirib, telefonda Nanjing hukumatining harbiy ishlar xodimi bilan so'zlashmoqda. Tushunaman. Jiuchuandagi mudofaa tadbirlarining Jiang Jiexining oldin ko'rarligi, donoliqining isbot ekanligini hozir texmi cho'nqur tushundim. Shundoq. Qaymoqqanman. Xalq baxt uchun bir umr kurash qilg'ichilar yaxshi gaplarni izlaydi ekan. Bu bir kasbiy kasal. Kommunizm, marksizm, leninizm deganlar meni qaymoqtirib qo'ydi. Amaliyat menga Jungoni qutqizadigan haqiqiy yo'l uch buyuk siyosat ekanligini tushuntirib berdi. Quruq sarsatlardan reallikqa yondim. Jiang Jiexining uch buyuk siyosatning yo'lida oxirgacha kurash qilishga tayyorman. Shunda Amerika muavin prezidenti Wilson apandi, qo'mondan Zhu Shaoliang, havo armiyasining He Jingwular Jiang Jiexining shaxsiy vakili sifatida bilan menga Jiang Jiexining g'amxo'rligini to'liq yetkazdi. Shunda men nimala bo'lmasin Xinjiangni o'rislargami, inglizlargami, yaponiyaliklarga tatqizib qo'ymay, har xil amallar bilan saqlab qoldim. Hozir kam ko'lamlik Sovet Jungo Kompartiyasi, Yaponiya, pan-turkizm suiqasdlarini tozalavaman. Jiang Jiexiga pak-pokiz, tinch, gullangan Xinjiangni o'tkazib berishga tirishyapman. Rahmat, rahmat. Telefonni qo'yib turishiga so'l tarafdagi telefon jiringladi. Li Yangqi, qo'lchi tog'lari rostali tinchidimi? Liu Bingde to'liq tozalandi degan bilan oqshomni qo'rg'oz, cho'chak qizdirdim. 24 nafar gumonli odam kirgan. Panohlang'uvchilar, tijoratchilar, tuqqan ko'rgil kelganlar bo'lsin, qattiq nazorat qilinsin. Har bir eg'iz so'zi, har bir harakat angilinsin. Amsa, eriq tizimlikni kirgizib ber. Eshik tiriqlab asta echildi. Shangdoban Amerikada yasalgan tapanchisini qo'liga ilib, kirguchiga usti marganning ko'ziga bilan tikildi. Askar uningga tik turib, tamdek tatirib chas berdi. Aka! Askar gilam ustida avaylab mengib titrab turgan qo'llari bilan qattiq muqobilik daftarni Shinsayga sundi va kaynichi mengib ishga keldi. Shinsay beshini surlib ning'ishgandan keyin kayniga burilib chiqib ketdi. Shinsay tapanchisini ustalga qo'yib, daftarni ochib tizimlikka qaradi. Bugun bo'g'ib o'ldiriladigan 73 odamning tizimligi uning oldida turadi. U qo'shimsini turib, mo'y qalam bilan tirik ko'milsin deb yozdi va kunubkini besividi. Ishikda pakar, to'shqan ko'z, pagollarda alohida belgilar bor bo'lgan ofitser paydo bo'ldi. U mobayqa askardek, lekin xeyli dadil mengib Shinsayning oldiga keldi va uning ko'zlariga qaradi. Shin daftarni uning oldiga tashladi. Kirguchi daftarga birli qaradi. Bo'ladi deb chas berdi. Bilamsan, Song Meilin xonim Jiang Jiexiga vakil bo'lib kelmoqchi. Birinchidan, uningga eng yuqori hurmat bildiriladi. Ikkinchidan, kuch-qudratimiz namoyon qilindi. Butun armiya manevriga tayyorlansin. Xo'p, bo'ladi. U yana chas berdi. Hozir ikki xil xavf mavjud. Sovetliklarni Xinjiangdan qo'g'layapmiz. Naq mush paytda Song Meilin kelmoqchi. Sovet ittifoqi bizga besim ishlatshi, bizni jazolashi mumkin. Bu bir cho'ng xavf. Hozir Oltayda, Toshqo'rg'onda buning ifodasi ko'rilmoqda. Yana biri Jiang Jiexi havo armiyasini avatib, bizni bombardimon qilib, og'dirmachilik qilishi mumkin. Do'ston dushmaniga o'xshashda xavfli.
ahmaq odamlarla do'stlik ishiladi. Dono odam har qanday sadoqatni dushmanlishning boshlanishi deb qaraydi. Ehtiyot, hushyorlik va keskinlikni unutib qolmaydi. Shunda deyarchi ikkimiz qarindosh, sharq shimollik ko'rdik. Sening sadoqatingga gumonim yo'q. Sen o'zing olmajmi? Do'ban janoblar, sizning bexatarligingiz meni baxtib, sizning hokimiyatingizni mustahkamlash uchun kurash qilish mening eng oliy burchim. Shingsay miqidi kulib qo'ydi. Bu kulkini hozir Leyingchi tugul Shingdobanning o'zimi tushunmaydi. U hech qachon biror ishni oldin ola o'ylab olib, ondan bir taraf qilgan emas. Uning hokimiyatiga zarradak ziyonliq bo'ladigan, u sezgan hamon, his qilgan hamon shu minutning o'zida bu ofatni yo'qotishga hukm qilib odatlangan. U tez hukm, tez ijro qilish yo'li bilan har kuni, har oyda qancha odam o'ldiradi. Bu sonni u bilmaydi. Xuddi uning shaxsiy xazinasiga har kuni, har oyda, har yili qancha ming sar oltin kiradiganini bilmaganidek, o'lganlarning sonini balki bayqi pakinak to'ng'iz ko'z odam bilar, oltinlarning sonini Shingdobanning yasanchi xotini Chiu Yufang bilganidek. Dobanni asnak tutdi. U bir kunupkini bosdi va yondi kichik uyga mangdi. Uchisiga uzun qora chapan, beshiga ushliq moza kiyib, burtini chashqanning quyruqida qilib olgan 40 yoshlar chamisidagi alohida kuchkuchi sirtdan ishxonaga, ondan keyin kichik uyga kirdi. Shingdoban oltindan hal berilgan qo'sh kishilik Fransiya karavatida sunoyilib aslab yotdi. Kütkichi tushdan yasalgan chilimiga apyun soldida, uningga o't yiqib Shingdobanga opirib berdi. U halovat bo'sog'isidan andili taxtiravonga qadam qo'yib edi, telefon ansiz jiringladi. U andikib alohida shun xabar yetkazadigan telefonni oldi. Nima? Sovetning 15 tankisi cho'chakdan Urumchiga qarab yo'lga chiqdi edam sana. Shixo'ga kelguncha nemish xabar qilmadi. Darhol tursanglar. U o'yining ichida asabiylashib, qo'lni kayni qilib u yoqdan bu yoqqa mangdi. Sovet oxiri tankga kirgizdi. Stalin meni jazolamoqchi degan so'zni qayta-qayta takrorladi. Uning ko'z oldiga Stalinning surlik chiroyi, qo'yuq, o'zininkidan tom charlashgan burdi. Yo'g'on sirliq ko'zlari, pakarroq do'g'loq mazmut gavdasi, asta salmoqliq gap qilishlari birma-bir keldi. U 1938-yili Moskvaga berib Stalin bilan maxfiy ko'rishgan. U Stalinga o'zining sadoqatini bildirib, oxirida Xinjiangni tashqi Mong'oliyadek sotsialistik davlat qilib qurib chiqishga yordam bersingiz deb talab qo'ydi va bu ishning isboti uchun o'zi Bolsheviklar partiyasiga kirib, umr bo'yi Stalinga sodiq bo'lib, sotsializm va butun dunyoda kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilishga qasam berishga tayyor ekanligini bildirdi. Stalin uni maqtadi, lekin javob bermadi. Shingdoban Jungoni Yaponlar besib oldi. Yaponlar Sovet ittifoqiga cho'ng tahdid. Mong'oliya, Xinjiang davlatlari qizil bayroqni avodi javlon qildirib, Yaponiyaning tajovuziga qarshi oldin saf qarovul bo'lishga har qachon tayyor dedi. Stalin bo'ladi demedi. U Xinjiangni Shingdobanning sotsialistik davlat qilib qurib berishga nimishqa qo'shilmadi. Buni Shingdoban tushunolmadi. Shingdoban Moskvada qasam berib Bolsheviklar partiyasiga kirdi. Uning qo'liga 185-911 numurliq partiya a'zolik kinishkasini berdi. U toki 1941-yilning oxirigacha gazet tashviqoti va nutqlarda, Xinjiang qonun kadrlar maktabida, Xinjiang institutida qilgan leksiylarda marksizm, leninizm, V.K.B. tarixi va Stalinning ulug' farzandlari to'g'risidagi sonsiz qitim so'zladi. 1941-yilning oxiri Germaniya Moskva bo'sog'isiga hujum qilib kelganda, u Sovet ittifoqidan umidini uzdi. Hokimiyatini saqlab qolish uchun Stalinga osiylik qilish qaroriga keldi va Jiang Jishining himoyasiga yelindi.
Jiang Jieshi Jungo kommunistlariga qarshi kurash qilayotgan bundaq sharoitda Shin uning talabiga moslashish uchun Sovet ittifoqi bilan Jungo kompartiyasiga qarshi kurash qilmasi bo'lmaydi dedi. U inisi Shin Shichingning suiqasdga uchraganligini bahona qilib 12 aprel to'plan qo'zg'ashni qasdlash anzisini yasab chiqdi. Mana hozirgacha 4 oydan ko'p vaqt bo'ldi. Bu bahona bilan turmalar odamga to'ldi. Stalin bu ishlarni bildi. Endi jazolamay qolmaydi dedi. Shundaq. Gitlerning necha yuz ming kishilik qo'shinni Moskvadan chekintiradigan Stalin, Shingdobanning bir necha 10 ming kishilik qo'shinni birdamda tarmar qilib etilmamdi. 1933 yilning oxirida Ma Zedong 20 ming askar bilan hujum qilib edi, tasliq qildi hukm bo'lgani. Sovet armiyasi kirmagan bo'lsa tugashgan bo'ladi. Mahusan Mahmud Shijang askarlari Janubiy Shinjongga hujum qilgandimi, Shingdoban tasliq qilgan. Yanıla Sovet ittifoqi askar kirgizib, uni saqlab qoldi. U Sharq Shimol fidoilar qo'shini bo'lsin, Oq O'rus askarlari bo'lsin, hatto G'o'janiyaz, Isoqbek qismlari bo'lsin, hattoki Yusufjon Qurbeshi, Setovaldijon o'xshash Sovet qarshi banditlar qismlari bo'lsin, hammasidan ustalik bilan foydalandi. Ularni ustalik bilan yo'qotdi. O'zining yig'idan o'zining go'shini qo'radi. Bu ishlardan Sovet ittifoqi uning kuchli qo'g'dug'uchisi bo'lib berdi. Stalin bo'lmagan bo'lsa, Shingdoban allaqachon gum bo'ladi. Lekin yaxshilikqa yomonlik qaytirish Shingdobanning hayot falsafasi. Unda qilmasa, uning hokimiyati mavjud bo'lib tura olmaydi. Uning hokimiyati mavjud bo'la olmasa, uning hayot yashagandan nima ahamiyati? Shinjongda xavf hozir birma. U bo'lsa-mu, Qumulda turishli Sovet Qizil armiyasining 8-polki texnichi bor. U Gomindangning Shinjongga tajovuz qilib kirishiga taqobil turish uchun shu yerga joylashgan qism. Mana endi shunga taqobil turadigan kuchga aylanib qoldi. U yoqdan bu yoqqa mengib yurib, oxir telefonni qo'liga olib bir nomerni burdi. Kim? Sen Chuyjingchimi? Ha, men Shingdoban. Sen nima qilib yursan? Shixoq Sovet ittifoqining 15 tankisi yetib keldi, bilamsan? Yo'q demsana. Manas nahiyasining hokimi turib, bundaq cho'ng ishni bilmamsana. Soqchi idorasining boshlig'i eti nima de? Ha, shuningga hozirli buyruq berma. Ishkinglar mas'ul bo'lib, Manas daryosining ko'vrikini ko'ydirib etinglar. Nima? Putkiniga andilib 1 yil bo'lgan tursa demsana. Sen nahiya hokimi. Men kim bilamsan? Shingdoban san maslahat so'rayotgan yo'q, buyruq qilyapti. 3 soat kuch ko'ydirolsin. U telefonni jaqqida qo'yib bir knopkani bosdi. Yana bir ofiseri eshik tuvida paydo bo'lib chas berdi. Ofisirlar maktabining mudiri kim edi? Xabar qil, darhol kelsin. U shunchalik jiddiylashdiki, Ma Zedong Urumchini qo'rshib olgandimi, bunchalik jiddiylashmagan edi. Hozirlar to'p ovozlari anglandigandek, yana hozirlar havoda Sovet aeroplanlari gurkiraydigandek, agishiblar G'o'lja, Altay, Qumul, Tashqurg'on tog'laridan necha ming otliq bostirib keladigandek, Xotan, Qashqar, Oqsu, Qumul, Turpan, G'o'lja, Cho'chak, Urumchi yoshlari, dehqonlari qo'llariga tayoq to'qmoq, ori go'rjak, palto bozg'an, tosh pichoqlarini elishib, Urumchi shahrining janub-shimol sepil darvozalariga o't qo'yib, atyoz kalkundek gurkirab keladigandek vahima paydo bo'ldi. Jo'g'ariya, nima desan? Liobiyga ko'rsatgan aqllaring hozir menga to'g'ri. O'lginingga 1700 necha yil bo'lgan bo'lsa-mu tirilsam-chu. Sunogong motashning ostida shuncha yillar yetib oxir chiqdi-ku. U xuddi oljib qolgandek asabiylashib, kimlarnidir og'zini buzib tillashga boshladi. Hammasi meni yo'qotmoqchi. Stalinmi, Jiang Jieshimi, mono Shinjonglik yaxshilikni bilmaydigan Uyg'ur, Qozoq, hatto Xanzularmi shu? Telefon jiringladi. U asabiylashib, tillab telefonni oldi. Nima? 15 tanki Manas ko'vrigidan o'tib Urumchi qarab ketyapti demsana? Sen Chuyjechang noyiga hokim bo'laman degicha, mo benzi och. Hazila. U telefonni jaloqqa qo'ydi-da varqiradi. Ofisirlar maktabining mudiri, ismi nima de? Kadimo. Sirtdan ofisir kiyimda egiz o'ruq bir kirib 2 putni jo'plab chas berdi. Men shu hurmatli do'ban janoblari.
Cho'nko'rakdan shahar ichigacha ham yo'l bo'ylariga to'pchilar qismini o'rinlashtirib, tanklar qumul qarab mangmay Urumchiga buruslar, to'p tutsa. Bo'ldi, Do'ban janoblari. Tüfi odamni bezar qiladigan qora tun. Hammajon shirin uyquda. Posturg'anlarmi balki o'r turib muydavatgandir. Birlashing say ismlik bu yerli xaqan uyqusiz. Oltundan hal berilgan karvatmi, Nazlin qizmi uningga uzun muddatlik tun lazzati berolmadi. Uning vujudini bir xil andisha, vasvasa, tahdid qiynamoqda. U qancha daftarlarga esilsin, ko'milsin degandek imzolarni qo'yib, qanchilg'an rahimdil odamlarni azoblamadi. Bu san uningga ma'lum emas, ham lozim emas. Uningga lozimi hozir ruhiy malham, tasalli, yesdoshlik va umid beg'ishlash. U yana qanchalik hukm suradi? Uning shuncha odamning jini badiliga tikilgan taxt qasri necha vaqt o'ri turadi? Uning vujudini chirimib olgan vahim nadin keldi? Qandoq paydo bo'ldi? Gitler, Mussolin, Stalin, Roosevelt, Churchill va janjishlar mo shu tapdan Shingdobandek o'ri yuramdigando, ha? 40 necha yosh insonning raso halovat pasli. Lekin Shingdoband shuncha ko'p oltin, shuncha huquq, shuncha go'zal badan egisi turib, avu ko'chada yotadigan qasmoq devonchilikni xotirjam uxlay olmaydi. Hayotdan lazzat ololmaydi. O'limga buyurilgan jinoyatchidek vasvasa va vahima ichida jon qiynaydi. Amili cho'ngning dardi cho'ng, puli ko'pning g'imi ko'p, husni borning dushmani ko'p degan gaplarni qaysi nakas topgan? Shingdoband azoblanish uchun bir umr huquq mansab mastonasi bo'lganmidi? Talpiniginiga erishguncha o'zini baxtli hisoblaydi ekan. Baxt degan mush azobmi? U karvatida uyqu dorisi ichib o'ngsiga yotdi. Ko'zi amdila uyquga ketibedi, uni biri karvatdan silkib tortib yerga tushirdi. U rastili yerda yotadi. U cho'chib, "Tip!" deb varqaradi. Ishxonaga ishga askar yugurib kirdi. U uxlash kiyim bilan chiqib, "Yo'q!" dedi. U birda yetib, birda minib, ming taslikda tong atqozdi. U ishxonasining darisini echib, janubiy go'zarlikqa qaradi. Tong quyoshi yeshil shoxlarining ustini qizg'ush nurlar bilan bezigan. Tabiat har qanday so'lg'in ko'ngilning tasalli va shodlik kuyini ayta oladi ekan. Tabiat go'zalligiga qarab, uning tashqaylangan yuragidami insoniy hayajon uchquni yalt qildi. Quyosh uni kuldirdi. Qalbida hayot lazzati, hayot umidi uchqunladi. U maxsus chambash kiyim bilan qo'liga mashq qilchini elib, atdiganlik mashqqa mangdi. Leyinchi daraxt soyasida uningga do'xlat berdi. Sovet tankilari Donxabadagi Sovet aeroplan zavodiga burilib ketdi. Belatdi, shu yerga boradi-ku o'rislar, dedi Shingdoband kulib turib. Bugun nozirdan yuqori ma'muriy amaldorlar, ponik boshliqdan yuqori harbiy amaldorlar Do'ban mahkamasining zoliga yig'iladi. Biladigansan? Bilaman, Do'ban janoblari. Bexatarlik alohida diqqat qilinsin. Yig'inga kirguchilar qattiq tekshirilsin. Baka oshqich elib kirishkimi bo'lmaydi. Xo'p, Do'ban janoblari. Fransiyada ishlangan kichik mashina janub-shimol darvozalari oraliqidagi Do'ban mahkamasi joylashgan surliq qo'ruvdan bir mashina qurolliq qismning himoyasida janubiy to'plik ko'chasiga qarab yurib ketdi. Pardalari him etilgan mashinaning kaynida yozliq harbiy ko'ylak kiygan, pagon taqab qurol osgan Xinjiang podshohi surlik qopqi silingan, quyuq chashiri chuvilgan, yo'g'on bo'rtib chiqqan ko'zlarida vahima, takabburlik aralashmasidan paydo bo'lgan surlik ifoda chaqnab turgan holatda o'ltiradi. Mashinaning oldida uning yanida tapanchasi yalang'ashlangan, alohida sinoqlardan o'tgan ikki muhofizatchi sagaklik bilan o'ltiradi. Mashina to'miri darvozaliq,
sepil tamlardek egiz qo'ruq tamlar ustida sim tartilgan qo'ruq oldida to'xtab edi. Bir qurolliq askar darvozani ochdi va qaytib turib chasib berdi. Qariyag'ash, tal va nerida mevelik daraxtlari bor cho'ng o'ylada usti qongaltir bilan yepilgan katta uy va kahish bilan yepilgan yana ikki uy bor edi. Katta uyda do'ban, kahishliq, ko'p eg'izliq uyda muhofizatchi askarlar. Neredeki yana bir katta binoda do'banning ota-onasi, inilari turadi. Uning 3-inisi Shinshiji qo'mondonlik qiladigan muhofizatchi qo'shinning bir batalyoni maxsusan bu qo'runi saqlaydi. 1935-yili Shingdoban 4 inisi singlisi Shinshitonlarni ota-onasi bilan billa Liaoning o'lkasining Kayuan shahridan Xinjiangga ko'chirib kelgandan beri bir necha joyga katta qo'ru joy selib o'rinlashtirgan edi. Lekin vaziyat jiddiylik sababidan mush cho'ng qo'ruda birinchi darajalik kutishda turmoqda edi. Bo'libmi bu yil 3-oyning 19-kuni Sovet ittifoqida o'qigan 4-inisi Shinshichi suiqasd kuchirab etilgandan keyin u gumonlanganligi odamlarni tutib 600 nafar Sovet paras, Jungo Kompartiya paras odamni turmaga tashlagan va o'ldirgan bo'lsa-mu, uning ko'nglida texi qisos, vahim saqqindilari bor edi. U hozir hech kimga, hatto inilari va xotoni, o'zini o'stirgan boshliqi Chiu Zongjun generalning qizi Chiu Yufangga ishonmaydi. Ana Chiu Yufang gullik ichining chashiri alohida yasalgan, beshiga fransuz xinimlarining esil shilapsini sal qing'ir kiyib, mursigicha yengi yo'q, yalt-yult hal berilgan yepak ko'nglakda ko'ksini alohida ko'tirib, jut ko'ksi o'tirsida zinoq paydo qilib olgan, oppoq maydasida bo'yniga esib olgan Fransiya medalyonining olmos tashlari julanib turgan holatda eri qarab kulib, o'ynaqlab chiqib keldi va "Jinyum, keldingizmi?" dedi. "Bak charchadim. Maktabga bormadingizmi?" Qizlar o'rta maktabining mudirligi qanchalik bir ish? Sizga 1 minut hamroh bo'lish uchun bo'jonliq mansibidan voz kechalayman. Yaxshi. Shundodan bir haftadan beri ko'rmagan ayolning qo'lining dumbisini silab qo'ydi. Chiu Yufang erini qo'ltiqlab pallampay bilan katta uyga ko'tarildi. U zalda turgan muhofizatchiga "Hech kim kirmasin, bu oyga akasini kirgizma" dedi. U erini qo'ltiqlab, qilin gilamlarini dastlab, yana shu Fransiyadan kirgizilgan yo'lanchiklari naqshlik, yumshoq xurimda tashlangan azadi krisloda o'ltirg'izdi. Chiroylik yasangan bir qiz patnusqa 2 stakan kafe akkirdida, uni aynakdan qilingan alohida ustalga asta qo'yib, ta'zim qilib kaynichi minib chiqib ketdi. "Jinyum, bugungi dokladingiz to'limi yaxshi bo'ldi", dedi xotini Madiya Xumar erining tizlariga qo'lini qo'yib. "Mening do'stim Lena hayajonlanib, erim birinchi darajalik notiqkan, Shingdoban yoshsin deb shuar to'litishdan o'zini orolli tutib o'ltirdi." "Nadikini tayyorliqsiz, mundaqla uchun maslak, marksizm, leninizmdan ustun degan birli gapni tushuntirib qo'ydim shu." Qandaq tushuntirishda gap? Dunyoda yangi moda bo'layotgan marksizm, leninizmni Sunjongshanning uchun masligiga yetmaydi deb hukm qilish sizning qo'lingizdan keladi. Siz zamonimizdagi eng katta notiq, diplomat, harbiy olim. Harbiy olim desangiz bo'ladi. Guangzhou Shaoguan harbiy maktabini bitirgandan keyin Gosongling degan militarisning qaramog'ida orollar Lianjiang bo'la oldim. Elimi yaxshi qaynotam Chiu Zongjunning g'amxo'rligiga erishib, siz bilan to'y qildim. Belli Yaponiyaga bordik. Otimiz bizga alohida kang tosha uy-joy hozirlab berdi. Siz Quruqliq armiya universitetida, men Tokio universitetida o'qidik. Shu qaltis chog'lar edi. Uyimizda siz marksizm, leninizm to'g'risida kurjiklarga nutq so'zlaydingiz. Gosongling degan militarist bizga yaxshi qaragan. U Jiang Zolin bilan so'qishmagan bo'lsa, undaq tez o'lmaydi. Jiang Jeshining alimi jinimga yetdi.
Bir qatim oshnasi bilan tansi o'ynab qo'yib edim. Ochiq kelib meni o'stirmayli qo'ydi. Yaponiya quruqliq armiya universitetini Jungodan orolli biz Yangji, Wang Shuchang uchimizni bitirdik. Yangji Sanmoboda cho'ng harbiy amalga erishdi. Wang Shuchang Xubey o'lkasining raisi bo'ldi. Men ulardan yaxshi bitirgan, men hech nima tegmadi. Ta'lim borga Xinjiangga keldim. Jinshurun hukumatidagi mendek bir harbiy bilim bor odam yo'q-ku. O mendan qobiliyat, irodat qo'rqdi. Lekin G'ojinyoz Majungyinlarga oxir meni soldi. Men ikki polik askarga ega bo'lib oldim. Aprel o'zgarishida Jinrunchingning sharq-shimol fidoilaridan ustalik bilan foydalandim. Harbiy taktika, harbiy bilim oxir meni siyosiy sahnaga elib chiqdi. Siyosiy sendan harbiy terrorlikni talab qiladi. Jinrunching turmoq, menga qo'l qanot bo'lgan oq o'rus askar boshliqlarini hammasini yo'qotdim. Xalqlar mening bu ishlarimni qotillik deyishidi. Yo'q, bu degan donolik. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining taxirlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atki anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, Xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinasi